va Parvardigorga yuzlanib dedilar: Parvardigoro, yer yuzida turli gunoh ishlarni qilib, fisq u fasodni avj oldiradigan, bir-birini qonini to'kadigan insonlarni yaratasan. Bizlar sening barcha sifatlaringni poklab yod etayapmiz. Seni nomingni yuksaklarga ko'tarib, senga shukronalar aytmoqdamiz-ku. Maloikalar bu bilan yer yuzida xalifa bo'lajak insonlardan o'zlarini afzal va xalifalikka munosib ekanligini namoyon qilmoqchi bo'ldilar. Alloh taolo farishtalarga odam atoni yaratishdagi hikmat-u sir asrorlardan bexabar ekanliklarini va ular hali ko'p narsalarni bilmasligini ta'kidladi.